Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya, ish staji, hujjatlar va 2026-yildagi asosiy o'zgarishlar. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki hali ishlayotgan, chet elda mehnat qilayotgan, norasmiy ishlagan yoki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan har bir odamga tegishli. Chunki bitta sanani o'tkazib yuborish, bitta hujjatni vaqtida topshirmaslik yoki bitta xatoni tekshirtirmaslik keyinchalik pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun aynan 3 ta muhim sana haqida gapiraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlarni hozirdan tayyorlash kerak? Pensiya jamg'armasiga yoki my.gov uz orqali murojaat qilganda nimalarga e'tibor berish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun emas, bir necha yil davomida sizga kerak bo'ladi. Avval pensiyasi masalasida ko'pchilik qanday o'ylardi? Odam ishlaydi, yoshi yetadi, keyin borib pensiyaga ariza beradi. Davlat esa arxivdan hammasini topib pensiyani hisoblab beradi. Amalda esa bunday emas. Pensiya hisoblashda har bir yil, ba'zan har bir oy, hatto ayrim holatda bitta ish joyidan olingan ma'lumot ham muhim bo'lib qoladi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlarga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi bor, unda muhr bor, ishga qabul qilingan va bo'shagan sana yozilgan, demak staj hisoblanadi degan tushuncha keng tarqalgan edi. Lekin keyingi yillarda tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirildi. Endi ish staji, ish haqi, ijtimoiy soliq to'lovlari, bandlik ma'lumotlari elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni bilan qulay, odam har bir qog'oz ortidan yugurmaydi, lekin boshqa tomoni ham bor. Agar bazada xato bo'lsa, ish beruvchi ma'lumot kiritmagan bo'lsa, eski tashkilot tugatilgan bo'lsa yoki ish haqi noto'g'ri aks etgan bo'lsa, pensiya hisobida muammo chiqishi mumkin. 2026 yilga kelib asosiy e'tibor aynan shu masalalarga qaratiladi. Pensiya tayinlashda elektron ma'lumotlarning ahamiyati oshadi, ish stajini tasdiqlash jarayoni yanada aniqroq bo'ladi. Norasmiy ishlagan davrlar esa odamning o'ziga zarar bo'lib qaytishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Men buni siz vaqtida tekshirib, keyin eshikma-eshik yurib qiynalmasligingiz uchun aytyapman. Birinchi muhim sana 2026-yil 1 yanvar. Bu sana ko'pchilik uchun yangi hisob-kitob davrining boshlanishi bo'ladi. Yil boshidan boshlab ish haqi, ijtimoiy soliq, rasmiy bandlik va elektron staj bo'yicha ma'lumotlar yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Agar siz 2025 yil oxirigacha ishlagan bo'lsangiz, lekin ish beruvchingiz siz uchun badallarni to'liq ko'rsatmagan bo'lsa, shartnomangiz rasmiylashtirilmagan bo'lsa yoki ish haqi konvert usulida berilgan bo'lsa, 2026 yilda bu masala pensiya huquqingizga ta'sir qilishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Bir ayol 20 yil maktabda ishlagan, keyin 5 yil xususiy o'quv markazida dars bergan. Maktabdagi davri elektron bazada bor, muammo yo'q. Lekin xususiy o'quv markazi uni to'liq stavkada ishlagan deb emas, yarim stavkada yoki umuman shartnomasiz ko'rsatgan bo'lishi mumkin. U ayol pensiyaga yaqinlashganda men 25 yil ishlaganman deydi. Lekin bazada 20 yil va yana qisman davr chiqadi. Natijada pensiya miqdori kutilgandan kamroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun 1 yanvargacha bo'lgan davrni tekshirish juda muhim. Sizning ish tarixingiz elektron tizimda qanday ko'rinmoqda? Ikkinchi muhim sana 2026 yil 1 aprel. Bu sanani men hujjatlarni tartibga solish va tekshirtirish uchun shartli chegara sifatida alohida urg'u bilan aytaman. Nega aynan bahor oylarga e'tibor berish kerak? Chunki yil boshida ko'p tashkilotlar hisobotlarni topshiradi. Soliq va bandlik ma'lumotlari yangilanadi. O'tgan yil bo'yicha ma'lumotlar tizimlarda saqlanadi. Agar siz 2025 yil uchun ish haqi yoki staj ma'lumotlaringizni tekshirmoqchi bo'lsangiz, 2026 yilning 1-choragida buni qilish eng to'g'ri payt bo'ladi. Masalan, erkak kishi 2026 yilning avgustida pensiya yoshiga yetadi. U avgustda boraman, hammasini o'shanda hal qilaman deb o'ylaydi. Lekin avgustda ariza berganda ma'lum bo'ladiki, 1998 yildan 2003 yilgacha ishlagan zavodi tugatilgan, arxiv ma'lumotlari boshqa tumanga topshirilgan. Mehnat daftarchasidagi muhr xira, buyruq raqami ko'rinmaydi. Endi u arxivga so'rov yuboradi, javob kutadi, yana aniqlashtiradi. Bu jarayon 1-2 hafta emas, ba'zan bir necha oyga cho'ziladi. Agar u 1 aprelgacha hujjatlarini tekshirtirib qo'yganda pensiya tayinlash vaqtida asabiylashmasdi.
Uchinchi muhim sana 2026 yil 20 iyul. Bu sanaga alohida e'tibor berish kerak bo'lgan toifa bor. Pensiyaga chiqishiga 1 yil yoki undan kam vaqt qolganlar, nogironlik pensiyasi bo'yicha hujjat tayyorlayotganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha murojaat qiladigan oilalar. Shuningdek, chet elda ishlagan yoki ishlayotgan fuqarolar, yilning ikkinchi yarmiga o'tib ketgandan keyin hujjatdagi kamchiliklarni tuzatish uchun vaqt qisqaradi. Ayniqsa arxiv, tibbiy komissiya, sud qarori yoki xorijiy hujjatlarni tasdiqlash talab etiladigan holatlarda kechikish qimmatga tushadi. Misol uchun, bir fuqaro Rossiyada, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda bir necha yil ishlagan. U yillarni pensiya stajiga qo'shish uchun shunchaki men ishlaganman deyish yetarli emas. Mehnat shartnomasi, sug'urta badallari, rasmiy ma'lumotnoma, ayrim hollarda tarjima va tasdiqlash talab qilinadi. Agar odam buni pensiyaga chiqadigan oyda boshlasa, hujjat kelguncha vaqt ketadi. Shu sababli iyulgacha o'z holatingizni tekshirtirib olish juda to'g'ri qaror bo'ladi. Birinchi navbatda pensiyaga chiqishiga 3 yil qolgan fuqarolar. Ayollar va erkaklar uchun pensiya yoshi, talab qilinadigan ish staji va boshqa shartlar qonunchilikka qarab belgilanadi. Lekin yosh yetgani bilan masala tugamaydi. Kerakli staj bo'lmasa yoki ish haqi ma'lumotlari to'liq bo'lmasa, pensiya miqdori boshqacha chiqadi. Men doim aytaman, pensiyaga ariza beradigan kundan oldin emas, kamida 1 yil oldin hujjatlarni tekshirish kerak. Ikkinchi toifa 1990 yillar va 2000 yillarning boshida ishlaganlar, o'sha davrda ko'p tashkilotlar qayta tashkil etilgan, yopilgan, nomi o'zgargan, arxivlar ko'chirilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin buyruq topilmaydi. Tashkilot nomi bir joyda MSHK, boshqa joyda xususiy korxona, ya'ni bir joyda kooperativ deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday tafovutlar keyinchalik savol tug'diradi. Shuning uchun eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlarini oldindan olish foydali. Uchinchi toifa xususiy sektorda ishlaganlar. Davlat tashkilotlarida hujjatlar nisbatan tartibli bo'ladi. Lekin xususiy sektorda har doim ham shunday emas. Ba'zi ish beruvchilar xodimni rasmiylashtirmaydi. Ba'zilari minimal ish haqi ko'rsatadi. Real oylik esa boshqacha bo'ladi. Siz bugun qo'lingizga ko'proq pul olayotgandek tuyulishi mumkin, lekin ertaga pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan ish haqi ahamiyatli bo'ladi. Masalan, odam 10 yil davomida oyiga 5 million so'm olgan, lekin hujjatda mehr 2 million so'm ko'rsatilgan bo'lsa, kelajakda hisob-kitobda aynan rasmiy ko'rsatkichlar asos bo'ladi. 4-toifa. Mehnat daftarchasida bo'shliq bo'lganlar. Masalan, 2010 yil yanvarda bir ishdan bo'shagan, keyingi yozuv 2012 yil martda boshlangan. Odam aslida shu orada ishlagan bo'lishi mumkin, lekin hujjatda aks etmagan. Ba'zan korxona ishga olgan, lekin mehnat daftarchasiga yozmagan. Ba'zan odam yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ishlagan, lekin to'lovlarni vaqtida qilmagan. Mana shu bo'shliqlarni hozir aniqlash kerak. 5-toifa. Farzand parvarishi, harbiy xizmat, o'qish, nogironlik, boquvchisini yo'qotish kabi alohida davrlari bo'lganlar. Hamma davr ham bir xil tartibda stajga qo'shilmaydi. Ayrim davrlar qonunda belgilangan shartlar asosida hisobga olinadi. Ayrimlari esa tasdiqlovchi hujjat bo'lsa inobatga olinadi. Masalan, ayol kishi farzand parvarishida bo'lgan davrini, erkak kishi harbiy xizmat davrini. Talaba esa o'qish davri bo'yicha eski qoidalar amal qilgan davrlarni alohida tekshirtirishi kerak. Agar siz so'nggi yillarda faqat rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz ijtimoiy soliq va boshqa majburiy to'lovlarni to'liq amalga oshirgan bo'lsa, mehnat shartnomangiz elektron tizimlarda ko'rinayotgan bo'lsa, xavotir kamroq. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men amaliyotda ko'rganman. Odam davlat tashkilotida ishlagan, hammasi joyida deb o'ylagan. Lekin familiyasi o'zgargandan keyin eski va yangi ma'lumotlar bir tizimda birlashmagan yoki pasport sessiyasi almashgan. JESH shir noto'g'ri kiritilgan, natijada ma'lumot to'liq chiqmagan. Agar siz yosh bo'lsangiz ham bu mavzu sizga tegishli. Menga hali pensiyagacha 20 yil bor deyish noto'g'ri. Pensiya huquqi bir kunda shakllanmaydi, u har oyda, har yilda yig'iladi. Bugun rasmiy ishlash, bugun shartnomani talab qilish, bugun ish haqi to'liq ko'rsatilishini nazorat qilish kelajakdagi pensiya uchun asos bo'ladi. Shuning uchun yoshlar ham kamida yiliga bir marta o'z bandlik va soliq ma'lumotlarini tekshirish kerak. Birinchi misol, Dilbar opa 8 yoshga yaqinlashgan, o'tgan yil ishladim deb hisoblaydi.
Mehnat daftarchasida bolalar bog'chasi, tikuv sexi va keyin mahalla tizimidagi ish joylari bor. Tekshiruvdan ma'lum bo'ladiki, tikuv sexi 1996 yildan 2000 yilgacha bo'lgan davrni arxivga to'liq topshirmagan. Daftarchada yozuv bor, lekin muhr aniq emas. Agar Dilbar opa buni oldindan bilsa, u tuman arxiviga sobiq ish joyining huquqiy vorisiga yoki sud orqali faktni tasdiqlash masalasiga murojaat qiladi. Agar buni pensiya tayinlanadigan kuni bilsa, jarayon cho'ziladi. Ikkinchi misol. Akmal aka 10 yil xususiy firmada haydovchi bo'lgan. U oyga yaxshi pul olgan, lekin hujjatda minimal oylik ko'rsatilgan. Pensiya hisoblashda u men ko'p olganman deb tushuntiradi. Lekin tizim rasmiy ma'lumotga qaraydi. Og'ozdagi gap qo'ldan berilgan pul, guvohlarning u ko'p olardi degani odatda ish haqi hisobida asosiy dalil bo'la olmaydi. Shuning uchun men har doim aytaman, ish haqi rasmiy bo'lishi kerak, chunki pensiya og'zaki xotiralar bilan emas, hujjatlar bilan hisoblanadi. Uchinchi misol, bir fuqaro 7 yil chet elda ishlagan. O'zbekistonga qaytib kelgach, pensiyaga yaqinlashadi va o'sha 7 yil ham stajga qo'shiladi deb o'ylaydi. Lekin ishlagan davri bo'yicha rasmiy hujjatlar yo'q, shartnoma nusxasi saqlanmagan, ish beruvchi bilan aloqa uzilgan. Natijada u yillarni tasdiqlash qiyinlashadi. Agar u chet elda ishlagan paytida hujjatlarni saqlaganida, elektron nusxalarini olganida, sug'urta badallari haqida ma'lumotnoma tayyorlab qo'yganida masala ancha oson bo'lardi. 4-misol. Nodira opa turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirgan. Mehnat daftarchasining bir qismida qizlik familiyasi, keyingi qismida turmushdagi familiyasi yozilgan. Agar nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, tizimda savol tug'ilishi mumkin. Bunday holatda hujjat oddiy ko'rinsa ham juda muhim. Bitta guvohnoma eski va yangi ma'lumotlarni bog'lab beradi. Endi muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi bo'lishi har doim ham hamma narsa hal bo'ldi degani emas. Mehnat daftarchasi asosiy hujjatlardan biri bo'lishi mumkin, lekin undagi yozuvlar aniq, tushunarli, buyruq raqamlari va sanalari bilan to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar yozuvda o'chirish, tuzatish, mursiz sahifa yoki tushunarsiz sana bo'lsa, qo'shimcha hujjat so'ralishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Ish haqi bilan staj bir xil narsa emas. Odam ishlagan davri stajga kirishi mumkin. Lekin pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi ma'lumotlari alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, ikki odamning staji 30 yildan bo'lishi mumkin. Lekin biri rasmiy yuqori oylik olgan, ikkinchisi minimal ko'rsatkich bilan ishlagan. Natijada ularning pensiya miqdori bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun stajim yetadi deyishning o'zi yetarli emas. Rasmiy daromadlar ham tekshirilishi kerak. Uchinchi nozik jihat, yakka tartibdagi tadbirkorlik davri. Ko'pchilik men tadbirkor edim, demak ishlaganman deydi. Lekin tadbirkorlik davrining pensiya hisobida tan olinishi to'lovlar, ro'yxatdan o'tish va qonunda belgilangan tartibga bog'liq. Agar odam ro'yxatdan o'tgan, lekin tegishli to'lovlarni qilmagan bo'lsa, bu davr to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Shu sababli yat bo'lganlar soliq organlaridan o'z davrlari va to'lovlari bo'yicha ma'lumotni tekshirtirish kerak. 4-nozik jihat, bolalikdan nogironligi bo'lgan farzand parvarishi, nogiron oila a'zosi parvarishi, harbiy xizmat, dekret ta'tili kabi davrlar. Bu davrlar bo'yicha odamlar ko'p savol beradi. Men bitta umumiy qoida aytaman. Har bir alohida davr uchun alohida tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Tibbiy xulosa, tug'ilganlik guvohnomasi, harbiy bilet, ta'lim muassasasi ma'lumotnomasi, sud qarori yoki boshqa rasmiy hujjat talab qilinishi mumkin. Hujjat bo'lmasa, huquqni isbotlash qiyinlashadi. 5-nozik jihat. Pensiyaga ariza berish muddati. Ba'zi odamlar pensiya yoshiga yetadi, lekin bir necha oy kechikib murojaat qiladi. Keyin men o'sha kundan beri haqli edim, hammasini qaytarib berishsin deb o'ylaydi. Amalda esa to'lovlar murojaat sanasi, huquq paydo bo'lgan sana va qonunda belgilangan tartib asosida ko'rib chiqiladi. Shu sababli pensiya yoshiga yetadigan sanani oldindan bilib, arizani vaqtida berish kerak. 6-nozik jihat, sud orqali stajni tasdiqlash. Bu oxirgi chora sifatida ko'riladigan yo'l bo'lishi mumkin. Agar arxivda hujjat topilmasa, tashkilot tugatilgan bo'lsa. Lekin odam haqiqatan ishlagani boshqa dalillar bilan isbotlay olsa, sudga murojaat qilish masalasi ko'tariladi. Lekin sud ham shunchaki og'zaki gapga qarab qaror chiqarmaydi. Guvohlar eski maosh vedomoslari, buyruq nusxalari, kasaba uyushma hujjatlari, eski ma'lumotnomalar, arxiv javoblari kerak bo'lishi mumkin.
Demak, hujjat yig'ish baribir muhim. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, o'z ish tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar yoki telefoningizda ro'yxat tuzing. Qaysi yildan qaysi yilgacha qayerda ishladingiz? Tashkilot nomi qanday edi? Lavozimingiz nima edi? Rasmiy shartnoma bo'lganmi? Mehnat daftarchasiga yozilganmi? Ish haqi qanday ko'rsatilganini eslang. Bu ro'yxat keyingi tekshiruv uchun asos bo'ladi. Ikkinchi qadam, elektron ma'lumotlarni tekshiring. My.Gov.uz soliq organlari xizmatlari. Bandlik va pensiya bilan bog'liq elektron xizmatlar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar o'zingiz kira olmasangiz, davlat xizmatlari markaziga boring. Mutaxassisdan ish staji, rasmiy bandlik, to'lovlar va pensiya huquqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshirishda yordam so'rang. Pasport yoki ID karta, JSSHR va telefon raqamingiz yoningizda bo'lsin. Uchinchi qadam, mehnat daftarchangizni ko'zdan kechiring. Har bir yozuvda ishga kirgan sana, bo'shagan sana, buyruq raqami, tashkilot muhri bor yo'qligini tekshiring. Agar yozuv xira bo'lsa, muhr ko'rinmasa, tashkilot nomi tushunarsiz bo'lsa, shu ish joyi bo'yicha oldindan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. Hozir ishlayotgan tashkilotingiz bo'lsa, kadrlar bo'limidan hujjatlarni tartibga keltirishni so'rang. 4-qadam. Eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Agar korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki shahar arxiviga murojaat qiling. Arizada o'zingizning FISh, tug'ilgan sanangiz, ishlagan davringiz, tashkilot nomi, lavozimingiz va imkon qadar buyruq sanalarini yozing. Menga pensiya tayinlash uchun ish staji va ish haqi bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi kerak deb aniq ko'rsating. Arizani yozma yoki elektron shaklda topshiring. Javob raqamini saqlab qo'ying. 5-qadam. Familiya, pasport, nikoh, tug'ilganlik hujjatlarini tayyorlang. Agar sizda familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Farzandlar bilan bog'liq davrlar bo'yicha tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat uchun harbiy bilet, o'qish davri uchun diplom yoki ma'lumotnoma, nogironlik bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni bitta papkaga yig'ib qo'ying. 6-qadam. Ish beruvchingizdan rasmiy ma'lumot talab qiling. Agar siz hozir ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchidan mehnat shartnomangiz rasmiy ro'yxatdan o'tganini, ish haqi to'liq ko'rsatilayotganini, ijtimoiy soliq va boshqa to'lovlar amalga oshirilayotganini tekshirib bering deb so'rang. Bu noqulay savol emas. Bu sizning qonuniy huquqingiz. Ertaga pensiya miqdori kam chiqsa, ish beruvchi emas, birinchi navbatda siz qiynalasiz. 7-qadam. Chet elda ishlagan bo'lsangiz, hujjatlarni alohida yig'ing. Mehnat shartnomasi, ish beruvchidan ma'lumotnoma, sug'urta yoki soliq to'lovlari bo'yicha dalillar. Bank orqali oylik tushganini ko'rsatadigan hujjatlar, rasmiy ruxsatnomalar tarjima qilingan va tasdiqlangan nusxalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir davlat bilan tartib turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya jamg'armasi bo'limidan aynan sizning holatingiz bo'yicha yozma tushuntirish so'rang. 8-qadam. Pensiya jamg'armasiga savolni og'zaki emas, imkon qadar yozma bering. Masalan, mening 1997-2002 yillarda falon tashkilotda ishlagan davrim stajga kiritiladimi? Falon hujjat yetarlimi? Chet eldagi mehnat davrini tasdiqlash uchun qaysi hujjatlar talab qilinadi deb aniq yozing. Yozma javob keyin sizga yo'l ko'rsatadi. Og'zaki maslahat foydali, lekin murakkab holatlarda yozma javob ancha ishonchli. Birinchi xato hammasi bazada bor deb o'ylash. Ko'p ma'lumot bazada bo'lishi mumkin, lekin aynan sizning ma'lumotingiz to'liq va xatosiz ekanini tekshirmaguningizcha bunga ishonib bo'lmaydi. Bitta harf xatosi, bitta raqam noto'g'ri kiritilishi. Eski pasport ma'lumotlari bilan yangi ID ma'lumotlari birlashmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato hujjatlarni oxirgi oyga qoldirish. Pensiya masalasida vaqt eng katta resurs. Arxiv javobi, sud ishi, xorijiy hujjat, tibbiy ko'rik. Ish beruvchidan ma'lumot olish vaqt oladi. Bugun boshlangan ish ertaga tugamasligi mumkin. Shuning uchun 2026 yil yanvar, aprel va iyul sanalarini eslab qoling. Yil boshida ma'lumotlarni tekshiring. Bahorgacha kamchiliklarni aniqlang, yozgacha hujjatlarni tartibga soling. 3-xato norasmiy ishga rozi bo'lish. Ko'pchilik hozir pul kerak, pensiya keyin deydi. Lekin keyin degan vaqt albatta keladi. Rasmiy ishlamagan har bir oy kelajakda savol bo'lib qaytishi mumkin. Ayniqsa uzoq yillar norasmiy ishlagan odamlar pensiya yoshiga yetganda eng ko'p afsuslanadi.
To'rtinchi xato hujjatlarning asl nusxasini yo'qotish. Mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, eski ma'lumotnomalar alohida joyda saqlanishi kerak. Ularning sifatli elektron nusxasini ham telefon yoki bulutli xotirada saqlab qo'ying. Lekin esda tuting, elektron rasm yordamchi bo'ladi. Asosiy holatlarda asl nusxa yoki tasdiqlangan nusxa talab qilinadi. Bugungi asosiy fikr shuki, 2026 yilda pensiya masalasida eng katta ustunlik hujjat tartibli, ish staji aniq, rasmiy to'lovlari ko'rinib turgan odamlarda bo'ladi. 1 yanvargacha o'tgan davrlaringizni eslang va tekshirishga tayyorlaning. 1 aprelgacha elektron ma'lumotlar, ish staji va ish haqi bo'yicha kamchiliklarni aniqlang. 1 iyulgacha arxiv, chet el, familiya o'zgarishi, maxsus davrlar va boshqa murakkab hujjatlarni tartibga solishga harakat qiling. Men sizga vahm emas, aniq harakat rejasini berdim. Pensiya bu faqat yoshga yetganda olinadigan pul emas. Bu butun umr rasmiy mehnat qilganingiz, to'lovlaringiz va hujjatlaringiz natijasidir. Bugun tekshirgan odam ertaga kamroq qiynaladi. Pensiyaga yaqinmisiz? Hujjatlaringiz joyidami? Eski ish joylaringiz bo'yicha muammo bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham sizning tajribangizdan foyda oladi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin.